Allohning ayi bu Ramazon. 4-qism. Muborak Ramazon oyidagi alohidaliklar va ahkamlar. Avtori Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Qanchalik safarda ro'za tutmasimi bo'ladi? Safardagi kishining ro'za tutqani afzalmi yoki tutmaganimi? Ko'pchilik olimlar 85 kilometr oraliqni safar o'lchami qilib bekitgan bo'lib, bu ba'zi sahobalarning so'ziga asosan yoki qiyos bilan bekitilgan oraliqdir. Shunga odatda 85 kilometrga yaqin oraliqni o'lcham qilsak bo'ladi. Bu araliq uydan hisoblanmaydi, balki turayotgan kanit yoki rayon sirtiga chiqqandan boshlab yana bir shahar yoki rayon sirtiga borg'uchi bo'lgan araliq hisoblanadi. Ya'ni ikki shahar araliqi 85 kilometrdan eshishi lozim. Buningga asosan eng oz deganda 85 kilometrga yaqin araliqqa safar qilgan kishi safardagi kishining hukmini oladi. Bu araliqni aeroplan, paraxod yoki poyezddek har qanday qatnash quroli bilan qisqa vaqtda besib bo'lsa-mu mayli. Safar qilib bir joyda 15 kungacha turmoqchi bo'lsa, safardagi kishining hukmi davomlashadi. 15 kundan ko'p turmoqchi bo'lsa, safardagi kishi hisoblanmaydi. Ammo bir joyga berib 15 kungacha turishni niyat qilmay, u yerdan ya ata ya o'gin ketaman deb ishi bitmay, qanchalik uzun turib ketsimi, safardagi kishining hukmini oladi. Safardagi kishi Ramazonda farz ro'zani tutmay, keyin bir yerda muqim turganda qazosini tutib olsa bo'ladi. Fidya yoki kafarat kelmaydi. Janobi Alloh Qur'on Karimda mundaq degan: Kimki kasal yoki safar ustida bo'lsa, tutolmagan kun soni bo'yicha boshqa kunlarda tutib olsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, sizlarga ta'sirlikni xohlamaydi. Baqara surasi 185-oyat. Bu oyat karimida Janobi Alloh ig'iz etishni safar qilishga bog'lab qo'ygan bo'lg'achqa, jafo mushaqqatli safar bo'lsin yoki jafosiz deb qaralgan safar bo'lsin, ro'za tutmaslik ruxsati har qanday safarga tushidi. Navoda jafo mushaqqatga bog'lab qo'ygan bo'lsa edi, himmatlik yoki kaj kishilar har qancha jafo tortib qiynalsa-mu, bu hech qancha jafo emas deb turib olgan, bahona izlaydiganlar kichikina bir jafoni ko'rsimi, qiynalib qoldim deb ro'za tutmaslikqa bahona qilib olgan bo'ladi-da, kishilarning ahvoli bakla egiz-pas bo'lib ketgan bo'ladi. Janobi Alloh bandalarga rahmat qilib, bu qulaylikni ato qilgan. Chunki Alloh bandalarni qiynashni xohlamaydi. Odatda aeroplan bilan qilgan har qancha qulay safarmi qiyinchilikdan xoli emas. Yo'lga chiqqan kishi ko'pincha jiddiylashib, har anda biror avarchilikqa duch kelishdan andish qilib turadi. Chegirdan o'tishda ansirganidek mashinasining buzilib qolishidan ansiraydi. Bu jihatdan har qanday rohat safarmi mushaqqatdan xoli bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Safar degan azobdir. O sabablik yeyish-ichish, aram elishinglar ta'siriga uchraydi. Shunga safarga chiqqan odam maqsadi hosil bo'lgan aman oilasiga oldirsin. Demak, safardagi kishining Ramazonda ro'za tutish yoki keyin qazosini qilib olishda ixtiyorligi bo'ladi. Sahobalarimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga safarga chiqqanda ba'zilari ro'za tutgan, ba'zilari tutmagan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ro'za tutganlarni tutmaganlarni ayblamagan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq degan: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan safar qilatdik. Ro'za tutganlar tutmaganlarni, tutmaganlar tutganlarni ayblamaydigan edi. Lekin safarda qattiq qiynalib qoladigan kishining ro'za tutishi harom bo'ladi. Safarda ro'za tutmaslik ruxsati bor turuqliq, ba'zilar men jafo tortib qolmaydi ekanman, bardoshlik bera oladi ekanman deb ro'za tutsa bo'lamdi yoki tutmaslik kerakmi? Har ikkilisini qilishga bo'lsa, qaysi afzal? Olimlar bu vaqtda har xil qarashlarda bo'lgan bo'lib, ba'zilari ro'za tutmaslik afzal desa, yana ba'zilari tutish afzal degan. Yana ba'zilari ikki ishning qaysi unuga qulay bo'lsa, shuni qilish afzal degan. Chunki ba'zi kishilarga nisbatan hamrohlari bilan birga ro'za tutmaslikdan qulayroq bo'lishi mumkin. Yana ba'zi kishilarga nisbatan ro'za tutmaslik qulayroq bo'lishi mumkin. Shunga qaysi qulay bo'lsa, shu afzal bo'ladi. Bu Hazreti Ömer ibn Abdul Aziz, Mujahid va Qatada qatorliq salaflarning qarashidir. Ya'ni ba'zi olimlar qaysini xolisa shuni qilsa bo'ladi deb qaragan. Hamza ibn Amir al-Aslami degan bir sahoba payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Rasululloh, men bir to'gamni kiraga berib safar qilib turman. Ba'zida safar qilganimda mushu Ramazon oyiga to'g'ri kelib qoladi. Men yosh bo'lg'achqa safardami ro'za tuta olmayman. Men ro'za tutmay kechiktirib bo'ynimda qarz qolganidan ro'za tutibsam menga osonroq bo'ladi deb qarayman. Shunga ey Rasululloh, ro'za tutsam ajrim katta bo'lamdi yoki eg'iz ochsammi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga qaysini xohlasang shuni qil ey Hamza degan. Hozirgi zamon olimlarimizdan Imom Yusuf Qaradaviyning tafsili bayon qilishicha, ba'zi bir ahvollarni ko'zda tutganda safarda ro'za tutish afzal bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir ahvollarda ro'za tutmaslik afzal bo'ladi. Tuvandagi ahvollarda safarda ro'za tutish afzal. Birinchi,
turli sabablar tufaylidan keyin qazosini qilolmayman deb ansirgan ahvolda. Ikkinchi, safar ustida bir joyda to'liq orom olib bir necha kun rohat turaoladigan ahvolda. Uchinchi, aeroplan uchquvchilari, paraxod kapitallari, shofirlar va poyezd kutuvchilaridek xizmatda davomli safar qilib turishni taqozo qiladigan kishilar ro'za tutishda qiynalib qoladigan ahvolda. Chunki ular keyincha qazosini qiladigan fursat topolmasligi mumkin. Tuvandagi ahvollarda safarda ro'za tutmaslik afzal. Birinchi, ro'za tutsa qattiq qiynalib qoladigan bo'lsa. Masalan, qattiq issiqda, quruqlikda safarga chiqqan kishi qiynalib qoladi yoki aeroplanda sharqdan g'arbga qarab safarga chiqqan kishiga nisbatan kunduz odatdan tashqari o'zirib ketib qiynaladi. Bundaq ahvolda ro'za tutish makruh bo'lib qoladi. Balki ro'za tutish qattiq qiynab, ro'za tutgan kishiga kasallik olib keladigan bo'lsa, harom bo'lib ketadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safarda kishilarning to'plashib olganligini va bir odamga soya tushirib berilganligini ko'rib, bu nima ish deb so'radi. Kishilar ro'za tutgan kishi ekan deyishibdi. Rasululloh safarda ro'za tutish yaxshi emas degan. Ikkinchi, safardagi kishi boshqalarga xizmat qilish kerak bo'lib qolgan bir ahvolda ro'za tutsa vazifasini to'liq ado qilolmay, boshqalarga ig'orchilik qilib qo'ydigan bo'lsa. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq dedi: Biz bir safarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Aramizdagi eng ko'p soyaga erishganlar kiyimlar bilan soyadiganlar edi. Ro'za tutganlar hech qanday bir ish qilmadi, ammo ro'za tutmaganlar tugularni sug'urishga apardi, xizmat qildi, tamoq atdi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bugun ro'za tutmaganlar to'liq ajrni olib ketdi dedi. Uchinchi, sunnatni yoshartish maqsadida bo'lsa. Chunki kishilarda safarda ro'za tutishga bo'lmaydi, safarda diyonati suslar ro'za tutmaydi degandek xato qarashlar bo'lgan bo'lsa, olimlar kishilarga safarda ro'za tutmaslikning sunnatda bor ekanligini bildirib qo'yish uchun ro'za tutmay, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatini kishilarga tushuntirib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Balki ro'za tutmaslik makruh deb qaraydigan bo'lsa, ro'za tutishi harom bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki mening tutgan yo'limdan yuz o'riydigan, u mendan emas degan. Demak, din ahkamlarini farzni farz, sunnatni sunnat, ruxsatni ruxsat holatda aynan saqlab qolishimiz kerak. Mustahab yoki ruxsatni vojib, mubahni farz qilib olishga bo'lmaydi. 4. Hamsafarlari ro'za tutmaydigan bo'lsa, jamoatdan ayrilib chiqib olmasligi va riyo qilib salmaslik uchun ro'za tutmasligi afzal. 5. Qo'mondan ro'za tutmaslikka buyurgan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkaga yurish qilganda kishilarga ro'za ig'ir kelganligi uchun o'zi ig'iz ochgan va sahobalarni ig'iz etishga buyurgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ba'zilar ro'za tutdi deyilganda Rasululloh ular asiylar degan. Yuqoriqilarga asosan safardagi har bir kishi o'zining ahvoliga qarab ro'za tutsa yoki tutmay keyin qazosini qilib olsa bo'ladi. Safardagi kishi ro'za tutib kunduzda qiynalib qoladiganman deb ro'zani buzib ig'iz echvassimi gunoh bo'lmaydi. Yuqorqi hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq qilgan va sahobalarni shundoq qilishga buyurgan. Ig'iz echishni rad qilib turib olganlarni asiylar degan. Lekin muqim holatda turgan kishi ro'za tutib qopqandan keyin kunduzda safar qilib qolsa, ko'pchilik olimlar ig'iz ochsa bo'lmaydi degan. Imom Ahmad qatorliq bir qism olimlar ig'iz ochsa bo'ladi degan. Bu qarash Hazrati Anas va boshqa bir qancha sahobalardan rivoyat qilingan sahih hadislarga tayangan. Shunga ro'za tutgan holatda kunduzi safarga chiqib qolgan kishi o'zining ahvoliga qarab yuqorqi tafsilotni ko'zda tutib, ro'zani sundirmay davomlashtirsa bo'ladi. Yoki ro'za tutmasa afzal bo'ladigan holatda bo'lsa, Imom Ahmadning qarashi bo'yicha ro'zasini sundirvassa bo'ladi. Gunoh bo'lmaydi. Faqatla Ramazondan keyin qazosini qilib olsa bo'ladi. Ba'zi olimlar safar qilmoqchi bo'lgan kishi safarga otlanib, turgan yurtdan chiqib bo'lgandan keyin andin ig'iz ochsa bo'ladi. Turgan yurtdan chiqishdan burun ig'iz ochsa bo'lmaydi deb qaragan bo'lsa-mu, boshqalar safarga chiqmoqchi bo'lgan kishi yurtdan chiqishdan burun ig'iz ochsa bo'ladi degan. Chunki Hazrati Anas ibn Malik safar kiyimini kiyib, tugisiga minishdan burun ig'iz echiyotgan va bu sunnat deb andin tugisiga minib ketgan. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Yana Abi Basra radhiyallohu anhuning kiyimisi qo'zg'alishdan burun ig'iz ochganligini Imom Ahmad va Abu Davud rivoyat qilgan. Imom Ibnul Qayyim va Imom Shavkaniylarmi mushu qarashni tarjih qilgan. Yurtiga asrdan burun yetib boradigan safardagi kishi shu kuni ro'za tutmasa bo'ladi. Bu ko'pchilik olimlarning qarashi. Hozirgi olimlarmi mushu qarashni tarjih qilmoqda. Lekin Imom Ahmad ro'za tutish kerak degan. Bir yurtda Ramazonni tugitib bo'lgan kishi hech kuni safar qilib boshqa bir yurtga borsa, u yurtdagilar ro'za tutayotgan bo'lsa,
ular bilan birga ro'za tutmasimi bo'ladi. Kimki bir yurtda ro'za tutib, keyin boshqa bir yurtga borib Ramazonni davomlashtirgan bo'lsa, u yerda hayit bo'lgan taqdirda ikki yurtda jam'iy tutgan ro'za kunlari 29 kundan az bo'lsa, u kishi ashu yurtdagilar bilan birga hayit qilib o'tib, hayitdan keyin ro'za tutgan kunlar 29 bo'lguncha ro'za tutib to'liqlaydi. Chunki Hijriya yilnomasida bir oy 29 kundan kam bo'lmaydi. Kimki bir yurtda 30 kun ro'za tutib, 30-chi kuni boshqa bir yurtga borgan bo'lsa, u yurtdagilar ro'za tutgan bo'lsa, tutgan ro'zasi 30 kundan eshib ketadigan bo'lsa-mu, ular bilan birga ro'za tutishi, hayitni ular bilan birga qilish kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ro'zani amma bilan tang tutish, ro'za hayitnimi, qurbon hayitnimi amma bilan tang qilish kerak. Aeroplanda safar qilgan kishi ro'za tutgan bo'lsa, jam'iy ro'za tutgan vaqt 20 soatdan eshib ketsimi yoki 5 soatdan qisqa bo'lsa-mu, o'zi uchayotgan osmondagi kunning petishiga qarab iftor qiladi. Zaminda turganlarga nisbatan kun patgan bo'lsa-mu, u osmonda egizlikda bo'lg'achqa, kun uningga nisbatan patmagan bo'lsa, iftor qilmay turadi. Tang yurishdan kun patqucha ro'za tutish haqida kelgan umumiy dalillar shuni ko'rsatadi. Bir yurtda kun patgan bo'lsa, eg'iz ichib bo'lgandan keyin aeroplan osmonda uchayotgan chaqda quyoshni ko'rgan bo'lsa, shundaqla kun patib bo'lgandan keyin g'arb tomon uchib bir yurtga borsa, u yurtda taqa kunduz bo'lgan bo'lsa, ro'za tutishga qaytmasimi bo'ladi. Ramazon oyida kunduzda oshxona ichishga bo'lamdi. Ramazon oyida ro'za tutish islomning muhim asoslaridan biri bo'lib, Janobi Alloh o'zirisi yo'q musulmonni bu oyda ro'za tutishga buyurgan. Ko'pchilik olimlar bu oyda ro'za tutmagan yoki ro'zasini buzib o'tgan musulmonni osiy hisoblab, islomning cho'ng bir asosiga sal qarag'anlik jihatdan tayoq va turmaga so'rash bilan jazolanadi. Qazosini tutishi vojib deb qaragan. Ramazonda o'zirisi ro'za tutmaslik osiylik bo'ladi ekan, undaqda uningga yordam qilgan kishimi osiylikqa sherik bo'lgan bo'ladi. Haromga ilib borgan ishmi harom bo'ladi. Ro'za tutmagan odamga o'z roziligi bilan tamoq taqdim qilish uning bu osiyligiga rozi bo'lganligini bildiradi. Eg'iz ichish halol vaqtda iste'mol qilinadigan yemak-ichmaklarni sotadigan do'koni bor kishilarni to'sishga bo'lmaydi. Chunki u osiylikni ko'z oldida ko'rmaydi. Balki uningdan yemak-ichmak sotib olgan kishilar u yemakliklarni iftor vaqti kelganda iste'mol qilishi mumkin. Shunga kishilarga qulaylik yaratib berish va ehtiyojini qamdash uchun ularni to'smaslik kerak. Biror kishi bunday do'konlardan yemakliklarni sotib olib, kunduzda yesa, gunoh faqat yeguchiga bo'ladi. Sotquchiga bo'lmaydi. Hamda yemak-ichmak shu joyda iste'mol qilinadigan oshxona, restoran, choyxona yoki turli yemak-ichmak do'konlariga kelsak, bu o'rinlarda Ramazon oyining kunduzida yemak-ichmak yeb ichiladigan va bu yerda o'zirsiz ro'za tutmay yeb ichganlar bo'lsa, ularga yemak-ichmak setish va sunish harom bo'ladi. Bunda qilmish osiylikqa yordam qilish va qulaylik tug'dirib berish bilan birga bu ulug' muborak oyning hurmatini qilmaganlik, shundaqla ro'za tutayotgan musulmonlarga azor berganlik bo'ladi. Xaridorlar ichida o'zirliklar ko'p bo'lib, masalan, Urumchidagi yoki ichkiri o'lkalar shaharlardagi va yoki musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan Qashqar va Xotandak ba'zi shaharlarning qatnash bekatlari oldidagi oshxonalarda ko'pincha safardagi kishilar keladigan oshxonalarda yoki doktorxonalar oldidagi kasal va o'zirlik bemorlarga mulozimat qiladigan oshxonalarda bo'lsa, kunduzda oshxonani ochmay, kechada mulozimat qilish afzal. Chunki bunday so'rinlarda kunduzda mulozimat qilish kishilarni ro'za tutmaslikka tashviq qilib qolmasdan, balki Ramazon oyini ulug'laydigan musulmonlar jamiyatining nomiga dog' keltirdi. Bu yerda afzal deganimiz maxsus bunday o'zirliklarga xizmat qilish uchun oshxona ochganlarga gunoh bo'lmaydi. Lekin umumiy ahvolni ko'z tutib, kunduzda ochmagani afzal deganlik bo'ladi. Undaq bo'lgan ekan, xo'jayinlarning Ramazon kelishdan burun ish ovqatni toza tirishib qilib olib, Ramazon kirganda boshqa cheklanmagan munosib ish ovqat bo'lsa qilib, bo'lmasa ibodat bilan shug'ullangani tuzuk. Do'konini kunduzda ochmagani bilan butun kecha echib olsa bo'ladi. Musulmonlar diyorida kofirlarga mulozimat qiladigan oshxona ichishga qat'iy bo'lmaydi. Bu Ramazonning haq hurmatini qo'g'dash, musulmonlarga azor bermaslik, boshqalarni eg'iz ichishga qiziqtirmaslik uchundir. Ammo Ramazonning kunduzda oshxona ichib, kofirlarga yemak-ichmak mulozimati qilsa, ba'zi olimlarning qarshida gunohkor bo'lmaydi. Chunki kofirlardan shahodat aytmoqcha ro'za tutish talab qilinmaydi. Yana bir qism olimlar kofirlarmi taat ibodatlarga buyurilgan deb qaraganlik uchun oshxona ochquchi gunohkor bo'ladi deb qaragan. Bu qarash jalliq va kuchlik. Shunga bu qarash bo'yicha Ramazonning kunduzida kofirlarga mulozimat qiladigan oshxona ochmaslikni tarjih qilamiz va ochmaslik afzal deymiz.
Umuman yemek-ichmak mulozimat o'rinlarini ixtiyoriy holatda ichib, Ramazonning hurmatini qilmagan, musulmonlarning ko'ngliga azor bergan kishilarga qarata musulmonlar jamoati nafrat va norozilik pozitsiyasida bo'lib, ularning bu qilmishini tanqid qilishi va so'kishi, shundaqla ularga chiroylicha nasihat qilishi va tushuntirishi kerak. Buningga pisand qilmay oshxona ichiverganlarga qarata u oshxonadan bir narsa olmay, boshqalardan elib noroziligini ifodalasa bo'ladi. Biroq hozir yuz berayotgandek Ramazon oyining kunduzida oshxona ichishga zo'rlangan ahvolda oshxona egalari g'ayrat bilan ochmay turib olsa, eng yaxshisi shu. Lekin jarimana va boshqa jazolar haqiqiy zo'rlash shartiga tushadigan darajada og'ir bo'lsa, ochmaslikqa boshqa chora topolmasa, ochsa gunoh bo'lmas, inshaalloh. Chunki ular bu ahvolda majburdir. Biz yuqorida haqiqiy majbur bo'lib qolish shartlarini bayon qildik. O'lib ketgan ota-onamning tutolmagan ro'zalarini ularning o'rnida tutsam bo'lamdi. Ma'lumki, ro'za tutish namoz o'qishga o'xshash badan bilan o'rindiladigan ibodat bo'lib, aslida bu ibodatlarni har bir kishi o'zi o'rindashi kerak. Bu sababdan ko'pchilik olimlar xuddi bir kishi yana bir kishining o'rnida namoz o'qib qo'ysa bo'lmaganidekla, uning o'rnida ro'za tutib qo'ysimi bo'lmaydi degan. Bu qarashga binoan o'lib ketgan ota-onangizning birining bir kun tutolmay qolgan farz ro'zasi uchun bir miskinga 2 vaqt tamoq yegizib, qo'risqani to'yg'izsangiz bo'ladi. Ba'zi olimlar meyit vafot bo'lishdan ilgari vasiyat qilgan taqdirda mirosning 3/1 doirasida miskinga tamoq berdi desa, ba'zi olimlar vasiyat qilmagan taqdirdami mirosdan miskinga tamoq bersa bo'ladi deb qaraydi. Sahabi kiramlardan Aisha, Ibn Umar va Ibn Abbas radhiyallohu anhulardan sahih sanad bilan bir kishi yana bir kishi uchun namoz o'qib qo'ymaydi. Bir kishi yana bir kishi uchun ro'za tutib qo'ymaydi degan mazmunni ta'kidlab, tamoq yegizib qo'ysa bo'lganligini ko'rsatgan bayonlar bor bo'lib, boshqa sahobalardan boshqacha qarash kelmagan. Bu sababdan ko'pchilik olimlar ro'za tutib qo'ysa bo'ladi degan sahih hadislarni amaldan qilgan deb tushungan. Yana bir qism olimlar o'rnida ro'za tutib qo'ysa bo'ladi degan. Bu qarashga asosan ota-onangizdan tutolmagan ro'zasini vafotidan keyin ularning o'rnida tutsangiz bo'ladi. Ro'za tutib qo'yolmaydigan taqdirda andin miskinga tamoq bersangiz bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan: bir odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, mening onam o'lib ketdi. Uning gadinida bir oylik tutolmagan ro'zasi bor edi. Uning uchun men ro'za tutib qo'ysam bo'lamdi?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ha, bo'ladi. Allohning qarzi ado qilinishga hammadan haqliqdir" degan. Yana Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kimki gadinida qazo ro'zasi qilib o'lib ketsa, uning uchun tuqqini tutib qo'yadi. Ba'zi olimlar ro'zasini tutib qo'yadigan kishi yaqin tuqqini bo'lishi shart deb qaragan. Ba'zi olimlar yot musulmon tutib qo'ysimi bo'ladi degan. Tuqqanlarning uning ro'zasini tutib qo'yishini Imom Shafiiy qatorliq ba'zi olimlar vojib emas, mustahab desa, yana bir qism olimlar vojib degan. Shundaqla inson o'zi farz haj qilib bo'lgan bo'lsa, o'lib ketganlarning o'rnida ularning qilolmagan hajlarini qilib qo'ysa bo'ladi. Ularga yana duo qilish, istig'for aytish, ularga munosabatli sil rahimlarni qilish, vasiyatlarni o'rindash, Qur'on o'qib, yaxshi amallarni qilish bilan yaxshilik qilsangiz bo'ladi. Namoz o'qimaydigan kishining ro'zasi to'g'ri bo'lamdi. Shaksizki, musulmon kishi islom farz qilgan namoz, ro'za, zakot va haj qatorliq ibodatlarni o'zirsiz qilmay qolsa bo'lmaydi. Chunki bu ibodatlar islomning asoslaridir. Qilmaslikqa o'zirsi yo'q turib, bu farzlarning birini qilmagan kishini ba'zi olimlar fosiq desa, ba'zi olimlar kofir deb hukm qilgan. Namoz bo'lsa islomdagi eng muhim farz. Namozga sal qarab, o'rinli qilib o'qimagan kishi Alloh va uning payg'ambariga tanmagan holatda bo'lsa, eng kuchli qarashga asosan fosiq hisoblanib, o'zini Allohning azobiga duchor qilgan bo'ladi. Namoz o'qimagan kishini ba'zi olimlar kofir deb qarag'achqa, ularning nazarida uning tutgan ro'zasi foydasiz bo'ladi. Ammo ko'pchilik olimlarning qarashida amal ibodatlarda shart qilingani iymon bo'lg'achqa, uning ixlos bilan tutgan ro'za qatorliq ibodatlari to'g'ri bo'ladi. Chunki shahodat aytishdan boshqa namoz qatorliq yuqorqi 4 farzning har biri o'z oldiga ayrim farz bo'lib, kimki ularning hech birini ado qilmasa, uning iymoni quruq da'vodan boshqa narsa emas. Kimki uning birini qilib, yana birini qilmasa, qilmagan nisbati bo'yicha islom asosini barpo qilmagan bo'ladi. Qilgan farz bilan burchini ado qilgan bo'ladi. Lekin birini qilib, yana birini qilmagan ahvolda iymoni ojiz va diyonati sus bo'lgan bo'ladi. Namoz ro'zaga qaraganda texmi ahamiyatli bo'lg'achqa, namoz o'qimay ro'za tutgan kishi eng muhim ibodatni tashlab qo'yib, uningdan tuvarak ibodatni qilgan bo'ladi. Bundaq kishilar ko'pincha ro'za tutish jamiyatda milliy odat bo'lib qolg'achqa ro'za tutadi. Allohga ixlos qilib ro'za tutilgan kishi albatta ro'zadan muhimroq bo'lgan namozni o'qiydi.
Ammo ro'za bilan namozning ahamiyat jihatdagi farqini bilmay, islom ko'rsatmalaridan to'liq xabardor bo'lolmagan kishi uchun aytganda, ro'zani ixlos bilan tutsa, Alloh qabul qiladi. Undaq kishilarga namozning ahamiyatini tushuntirish kerak. Alloh taolo kishining qilgan yaxshi amallarini bekor qilib o'tmaydi. Qanchalik yaxshi amal qilgan bo'lsa, Alloh uningga shunchalik ajr va savob beradi. Ado qilmagan farz uchun gunohkor bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: "Cho'ng kichik barliq ishlar xotirlangandir." Al-Qamar surasi 53-oyat. Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'radi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi. Zalzala surasi 7-8-oyatlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan edim. Qiyomat kuni bandaning amallaridan birinchi bo'lib so'rildigani namozdir. Agar u odamning namozi komil bo'lgan bo'lsa, qutuladi va najot topadi. Undaq bo'lmasa, pushaymon qiladi va ziyon tortadi. Agar farzdan bir narsa kemiyib qolsa, Alloh taolo bandamning nafli ibodatiga qarab boqinglar deydi. U bandaning nafli ibodati bor bo'lsa, uning bilan farzdan kamlab qolgan yerlari to'liqlanadi. Shuning bilan bandaning qolgan amallarining surishtirilishi mushu ravishda davomlashadi." Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Alloh bandalariga 5 vaqt namozni farz qildi. Kimki bu namozlarning haqqini to'liq berib joyida ado qilsa, Allohning uni jannatga kirgizish va'dasi bor. Bu namozlarni joyida ado qilmagan kishini Alloh jannatga kirgizishga va'da qilmadi. Undaq kishini Alloh xolisa azoblaydi, xolisa gunohini mag'firat qilib jannatga kirgizadi" deganligini anglagan. Bu yerda Ramazonda namoz o'qimay ro'za tutganlar yoki boshqa chaqda yil bo'yi namoz o'qimay, faqat Ramazonda ro'za tutib namoz o'qiydiganlarga shuni ta'kidlab o'tish kerakki, namoz degan har bir aqli hushi joyida musulmon balog'atga yetgan kundan tortib, Allohning dargohiga borgan qadar ado qilish kerak bo'lgan, mayli kasal yoki qo'rqinch holatida bo'lsin va yoki safar ustida bo'lsin, hech qachon uningdan saqit bo'lmaydigan, qiyomat kuni eng burun hisobi suriladigan intayin muhim farzdir. Alloh taolo Qur'onning ko'plagan oyatlarida uningga buyurgan, namoz o'qish bilan Allohni yod etishni, namozning nurg'un yomon ishlardan to'sib qoldiganligini ta'kidlagan. Shundaqla uni o'z vaqtida Allohning bayti bo'lgan masjidda jamoat bilan ado qilishni toplagan. Shunga musulmon kishi Allohga ishongan ekan, Allohning buyurgan barliq farzlarni to'liq ado qilish orqali Allohga qulchilik qilish kerak.